Shu pichoqlarimiz hozirgi kunda $1000, $1200 atrofida turadi. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlar albatta kuzatib borgansizlar. Biz pichoqlarimizni faqat suratlarini, rasmlarini qo'yib borgan biz kanalimizda. Endi sizlarga obzor tayyorlab qo'ymoqchimiz. Sababi biz 3 yil davomida Rossiyani Masterskaya Vershina kompaniyasida ishlab malakamizni oshirib keldik. Endi o'sha mashhur kompaniya pichoqlarini O'zbekistonda teryapmiz. Mana birinchi tergan pichoqlarimiz, birinchi partiyani Xudo xolasa bugun Rossiyaga jo'natamiz buyurtmachilarimizga. O'sha mashhur termichkachi Anatoliy Sheshin termichkasi asosidagi pichoqlar. Bizga 100% materiallar Rossiyadan keladi. Biz faqat bu yerda teramiz xolos. Shu holatga keltirib Rossiyaga jo'natamiz. Bu pichoqlarimiz albatta ko'pchilik qimmatroq deyishi mumkin, lekin materiallari qimmat bo'lganligi sababli pichoq shu darajada qimmat bo'lib ketgan. Mana shu pichoqlarimiz QPM S125V materialdan tayyorlangan, Amerikaning materiali. Shu pichoqlarimiz hozirgi kunda $1000, $1200 atrofida turadi. Albatta material arzonlashgan sari pichoq ham arzonlashadi. Lekin hozircha buyurtmamiz mana shu 125 ga bo'lgan. Biz tayyorladik. Xudo xolasa bugun jo'natamiz. Endi O'zbekistonda biz ish boshladik. Xudo xolasa pichoqlarimizni sizlarga ko'rsatib boramiz, obzor qilib boramiz. Kuzatib boringlar. Albatta sizlarga yoqadigan umiddamiz.